Tez jahli chiqadigan odamlarning 6 ta afzalligi. Birinchisi, ular nohaqlikka chiday olmaydi. Shuning uchun tez javob qaytarishadi, lekin niyatlari yomon emas. Ikkinchisi, ular juda halol insonlar. Ichlarida nima bo'lsa, shuni dangal aytadi. Uchinchisi, ularning qalblari toza, yomon niyatlari yo'q. To'rtinchisi, ular juda boshqalarni o'ylaydigan, yordam berishni xohlaydigan, boshqalarning dardi bilan yashaydi. Beshinchisi, o'z manfaatlari uchun kimdandir foydalanmaydi va manfaatlari yo'lida yolg'on gapirmaydi, birovlarni aldamaydi. Oltinchisi, ular ichlarida gina saqlamaydi. Oson xafa bo'lishlari mumkin, lekin tez unutadi, tez kechirib yuboradi. Agar atrofingizda shunday insonlar bo'lsa, ularni qadrlang, ardoqlang. Bu videoni tez jahli chiqadigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Bu videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, akamizning umriga, rizqiga Alloh taolo baraka bersin. Shunaqangi odamlarning ichida nolasini ommaga olib chiqqani uchun Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa insonlar ham bor. Ya'ni men o'zim shunaqaman. Tez jahlim chiqadi, tez xafa bo'laman, tez o'zimga kelaman. Chunki bizni Alloh taolo shunaqa yaratgan, shu tarzda biz o'lamiz. Shunaqa insonlar qalban birgamiz. Bu videoga bitta like bosib, kommentda o'z fikringizni qoldirib, shunaqangi tez jahli chiqadigan do'stlaringizga bu videoni yuborib qo'yamiz.